qanday qilib juda ham ko'p сделкаларingiz bo'lgan paytda 50% ni save qilishni ko'rib chiqamiz. E'tibor qiling, bu narsani faqat iPhone'da qilishni iloji bor. Samsung va Androidlarda bu narsa o'xshamaydi. 50% ni save qila olishimiz uchun обязательно 100 tadan oshiq сделка ochilgan bo'lishi kerak. Men buni sizlarga sandvich shotda ko'rsataman. Mana ochib сделкаlarni tayyorlab olganman 100 tadan oshiq. Zonadan yurganidan keyin 50% ni save qilmoqchiman. Shu joyda juda ham tezlikka ishlashingiz kerak. Hamma сделкаlarni yopishni belgilaysizda MT5 platformasidan chiqib ketasiz va tepaga surib olasiz. Shunda yopilayotgan сделкалaringiz platformadan chiqib ketganingiz hisobiga to'xtab qoladi va sizda 50% сделкалaringiz qoladi. Va diqqat qiling, bu holatda platforma sizni сделкалaringizni birinchi ochganlaringizdan boshlab yopishni boshlaydi. Ya'ni men bu yoqda selga entry qilishni 5302 da boshlagan bo'lsam, birinchi bo'lib o'shalar yopiladi. Сделкаларim ko'p bo'lganligi uchun yana shu harakatni takrorlayman va yana 50% сделкаларим qoldi. Ko'rishinglar mumkin, birinchi qilgan entrylarim yopilib ketgan. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.